Ay. Sizda ham ushbu holat kuzatiladimi? Bu organizmda vitamin D yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Vitamin D organizmda mineral almashinuvida qatnashadigan eng asosiy steroid gormon hisoblanadi. Chunki bu qonda kalsiy va fosforni so'rilishiga yordam beradi. Agar organizmda vitamin D yetishmasa, qonda kalsiy va fosforni so'rilishi buziladi, natijada suyaklarda va bo'g'imlarda og'riq kuzatiladi. Undan tashqari vitamin D immun tizimi va energiya almashinuvida qatnashadi. Vitamin D yetishmovchiligida immun sistemasi zaiflashadi. Natijada organizm har xil viruslarni yuqtirib olishga moyil bo'ladi. Juda kuchli holsizlik va apatiya holatlari ham vitamin D yetishmovchiligiga bog'liq. Biz ayollarda erkaklarga nisbatan 95% vitamin D ni so'rilmasligi sabab quyoshdan himoya qiladigan SPF kremlardan foydalanishimiz. Shuning uchun vitamin D ni tekshirtirishni maslahat beraman. Bizning Lormed Service klinikasida eng so'nggi ixlo apparatida vitamin D tekshiriladi. Bu videoni kimga jo'natishni o'zingizlar bilasizlar.